Bir oylik chaqalog'i bor ona sifatida raddom sumka uchun yiqqan narsalarning aslida qaysilari menga juda ham kerak bo'ldi. Bu video aynan shu haqida. Birinchi marta ona bo'layotgan qizlarimizga jo'natib qo'yamiz. Nasochkalarga keladigan bo'lsak, men qalin naskalar olgan edim. Donasini 15 mingdan, buni oyijonim olib keldilar. 22 ming so'mga 3 ta pachkasini bittasini kiydirganman. Va bu naskichalar haqida aytadigan bo'lsam, ishton bilan kiydirganimda ozgina ishtonni qisib turadi. Bu esa farzandimni oyog'ida dog'chalar, izchillar qoldirishi hisobi bo'ladi. Menimcha bu komfortli bo'ladi chaqaloq uchun. O'shaning uchun kattaroq razmerdagi naskilar olganingiz ma'qul. Menimcha men buni 10-15 kundan keyin farzandimga to'g'ri kelmay qoladi. Shapishkalar ham juda kerak bo'ladi. Bu yerda qo'limda sal qalinroq variant, bunisi esa yupqaroq varianti. Biz kuniga 2-3 marta shapka almashtiramiz, chunki farzand boshi ham tezda terlab qoladi. Mana bu shapishka chaqaloq uchun nabordan chiqqan. Buning kiyimchasi, qo'lqopchasi va hamma narsasi bor. Lekin bilingki, chaqaloq uchun olingan naborlar juda ham kichkina bo'ladi. Farzandingiz 1 oy ichida 400-500 gram des olishini hisobiga mana 1 oy ichida mana bu shapkamiz bizga hozir to'g'ri kelmay qoldi. Mana bu shapkamiz esa bahorgacha kiyishimiz mumkin deb o'ylayman. Bilamizki, chaqaloqlarni biz ko'p plenaj qilamiz, yana o'rab qo'yamiz. Mana shu materialda men o'raganimda chaqalog'im tezda terlab qoladi, chunki buni ichki tomonida esa qalinroq, qishkiroq. Men buni 30 ming so'mga olganman. Hozircha faqat kravatimiz ustiga sirka tomonini yopib turish uchun ishlatyapmiz. Rubrikasi hozircha shular. Keyingi videoda Yandexdan farzandim uchun kerak bo'ladigan nimalar zakaz qilganimni olishim mumkin. Videoni o'tkazib yubormasligi uchun obuna bo'lib qo'ying va birinchi marta ona bo'layotgan qizlarimizga jo'natib qo'ying.